Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir men sizlarga eksklyuziv bo'lgan xonadonimizni tanishtirmoqchiman. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli va hashamatli uyimiz Yakkasaroyda joylashgan 205 kvadrat metrdan tashkil topgan kattagina 5 xonali uyimiz bo'ladi. Uyimiz ikkinchi qavatda joylashgan, yangi novostroykada, ya'ni yangi turar joy majmuasida. Uyimiz yangi remontdan chiqdi. Hozirgina ko'rib turibsizlar, hamma sharoitlari qilingan. Bu yerda bo'lsa italyanskiy mebellar qo'yilgan, onyx toshlardan yasalgan stol stullari, chiroyli pardalari, atachenta devorlari ko'rib turibsizlar. Bu yerda bo'lsa yana o'ziga yarasha chiroyli bo'lgan mягкий zonalari qilingan. Dekor qismlarimiz hammasi shpondan qilingan. Televizorlarimiz original LG bo'ladi. Hamma texnikalari Bosch firmasiga taalluqli aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, kattagina zalimiz bor. Mehmonlarimizni bemalol kutib olsak bo'ladi. Uyaltirmaydi aziz o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa yo'lagimiz va asosiy kiruvchi qismimiz bo'ladi. Yo'lagimizni ham ko'rib turibsizlar, juda ham keng qilingan. Mana bu ko'rib turgan komotilar Turkiyaniki, bu dekorlarimiz ham turetskiy, hammasi привозной chetdan kelgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, oshxonamizni tanishtirib chiqaman. Ko'rib turibsizlar, charm qoplamali, yaxshi yumshoq mebellarni joylashtirishgan, italyanskiy mebellar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, choynak, peylar hamma idish-tovoqlargacha joylashtirishgan, onyx toshlardan qilingan stol stullargacha ega. Bu yerda bo'lsa yana o'zini alohida televizorlari bor. Bu yerda oshxona texnikalari bo'lsa, hammasi komplekt Simek, ya'ni Italiya texnikalari bo'ladi. Simekdan joylashtirishgan aziz o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar, qimmat bo'yoqdan chiqqan yaxshi ishkoplari ham bor. Ko'rsatishni davom etaman. Xo'p, bu yerda bo'lsa yosh bolalar yotoqxonasi ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli